Bismillahirrahmanirrahim. Sog'lik va ofiyat qissasi. Bizlar kundalik hayotimizda ba'zi ulug' gaplarni gapiramizki, bu quvvatli gap so'zlarimizni Alloh azza va jalla qabul qilganligini keyin tushunamiz. Shom tujjorlaridan ulug' bir savdogar qattiq kasal bo'lganligi aytiladi. Ammo tabiblar uning nima kasal bo'lganligini aniqlasholmadi. Savdogar tuzalishi uchun katta pullarni sarfladi. Ammo u tuzalmadi. Bir kuni tabiblar uning sanoqli kunlari qolganligini aytishdi. Bu odam hammasidan hayotdan sovidi va soat sayin kun sayin og'irlashardi. Bir kuni Shom shayxlaridan bir ulug' orif, ya'ni olim uni ziyoratiga keldi. Savdogar o'z qissasini unga aytdi. Shayx unga shunday dedi: "Ey o'g'lim, sen Umaviy jomiyasiga tush va tanimaganingga kimni ko'rsang salom ber va ularning har biriga Alloh senga ofiyat bersin de." Bemor savdogar unga: "Ey shayxim, men sizga tez orada o'laman desam, siz menga Umaviyga bor deysizmi?" dedi. Shayx shunda: "Ey o'g'lim, sen buyurilgan ishni qil", dedi. U shayx aytgandek qildi. Hammaga tanimaganiga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh der edi. Va javobiga ham albatta shu so'zni eshitar edi. Va alaykumussalam rahmatullohi va barakotuh. Va yana aytar edi, Alloh senga ofiyat bersin der edi. Va javobi ham shunday bo'lar edi. Ular ham Alloh senga ofiyat bersin derdilar. Bemor shunda shayxning maqsadini tushundi. U masjiddan chiqib darrov tabibiga yangi tahlil qilishini so'radi. Tabib uning tahlili salomat chiqqanligini ko'rib 100 martalab subhanalloh dedi va hayron qoldi. Savdogar darhol shayxga bordi va shayxga borib, "Menga nima qildingiz?" deb so'radi. Shayx shunday dedi: "Ey bolam, sen bilmaysanki masjidda agarda Allohning nomiga qasam ichsa, qasamida sobit turadigan kishilarga yo'liqding. Senga ofiyatingga duo qildi, sen shifo topding. Shuning uchun doimo har birimiz bir-birimizga Alloh sizga ofiyat bersin, Alloh sizga sog'lik bersin, Alloh siniqlaringizni tuzatsin, Alloh sizga baraka bersin, Alloh sizga baxt bersin, Alloh sizdan rozi bo'lsin, Alloh sizga ikki dunyoda hurmat bersin, Alloh sizni salomat qilsin, Alloh sizni saqlasin" deb duolar qilamiz. Bu so'zlar kundalik qomusimizga aylansin. Bu so'zlarni har onda ishlatinglar va Alloh subhananing ushbu so'zlarini eslanglar. Astagfirullah va hudud tayyibi minal qawli va hudu ila siratil hamid. Haj surasi 24-oyat. Ular pok, go'zal so'zga hidoyat qilinganlar va hamdga loyiq zotning yo'liga hidoyat qilinganlar. Astagfirullah va qulu linnasi husna. Baqara surasi 83-oyat. Va odamlarga chiroyli so'zlarni so'zlanglar. Qo'lingizda boridan nafaqa qiling. Yordam, madad keladi. Hech bo'lmaganda shirin so'zni hadya qiling. Oxirida sizga aytamanki, Alloh sizlarga sog'lik va ofiyat bersin va har bir yaxshiliklarni bersinki, sizlarni rozi qilsin va dunyo va oxiratda baxtlilardan qilsin.
Amin. Assalomu alaykum, aziz dindoshim. Dinimizga beparvo bo'lmagan asrdoshim. Sizlarga mana shu qissani men arab tilidagi bir risoladan tarjima qilib yetkazar ekanman va sizlardan duo qilib haqlaringizga shuni umid qilib qolaman va barcha yer yuzidagi tanigan turkiy zabonlarga jo'natsangiz va mana shu qissani eshitishib barcha bemorlarni tuzalishiga siz bilan biz sababchi bo'lib qolsak, Haq subhana taoloni o'ziga osonki, albatta erkak ayoldan kimki nima ish qilgan bo'lsa, uni Robbim hech qachon zoyi qilmaydi va albatta bir daraxtning bargini tushishligi ham Allohning iznidan tashqari bo'lmaydi va chumolining ham shu qumga qo'ygan qadamidan Robbil izzati val jalol hech qachon g'ofil emas. Mana shunday ekan, mana shu qissani ko'plagan musulmonlarga tarqatishlik bilan siz ham men ham inshaalloh bir sadaqai joriyaga ega bo'laylik. Alloh har bir shu yo'llarda mehnat qilib barcha musulmonlarga ilingan mana shu qissani yetkazganlardan o'zi rozi bo'lsin va shu savoblariga sizni va meni ham o'zi sherik qilsin va bu sadaqatlarimizdan bo'lsin. Alloh subhanahu taolo hammalarimizga go'zal hayot, go'zal oqibatni va tavhid ustida vafotni o'zi nasib etsin. Va barcha musulmonlarga biz tomonidan bir chiroyli bir hadya bo'lishligini mana shu qissani Robbim hammamizga nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.